ogohlantirib qo'yaman. Yuragi bo'sh sho'pirlar buni ko'rmasin. Qat'iyan taqiqlanadi. Hozir Buxorodan Eronga qarab ketyapman. Hozir Turkmanistondaman. $100 zapravka qilaman. Salarga qo'yaman. Ya'ni $100 Turkmanistondan salarga qo'yaman. Mana shu pul bilan bemalol Eronga borib, yana Erondan Turkmaniston orqali Buxoroga o'taman. Buxorodan Cheres, Surxondaryo, Tojikistonga yukimni tushirib, yana Turkmanistonga mana shu zapravkaga yetib kelgunimcha mana shu $100 salarga yetadi. Hozir nechta litr quyilishini sizlar bilan birga aytib ko'ramiz. Xo'p, salarga quyishni ham boshladik, xudo xolasa. Ha, aytgancha baklarim 700 tadan 1400 o'pshi. Xo'p. Birinchi bakimiz to'ldi. 775 ta. Xo'p, akalar to'xtatdik. Akalar ko'rdinglar, 1 tonna 152 litr salarga quyib berdi $100 pulga. O'zimga ham asatgan bor edi, 1 tonna 300 litrga yaqin salarkam bor mening hozir bakimda. Bu salarka bilan men 3000 kilometrdan 3500 kilometrgacha yuraman. 500 kilometr nari berisi sababi yo'lda tekis-notekisligi, yukka og'ir yengilligiga qarab podyomlar bor, orada perivallar bor. 3500 kilometrgacha yuraman zo'r yursam. Xo'p, videoni shu yerda tugatib, mana $100 ga 1 tonna 152 litr salarka quydim desam bo'lar edi. Tangani ikkinchi tarafini ham ko'pchilik aytib o'tmaydi. Faqat salarka bilan emas, salarkadan tashqari to'lovlar juda qimmat chiqadi ikkita davlatda. Menda birinchi reysimda $4000 ga yaqin rasxod bo'lgan. Buxorodan Turkmaniston Eronga borib, yana Cheres Turkmaniston, Buxoro, Cheres Surxondaryo, Tojikistonga borib, Buxoroga qaytib kelgunimcha menda $4000 ga yaqin rasxod chiqqan. Endi bu avtovozlarda tentovkalarga, reflarga, boshqa texnikalarga nisbatan qimmatroq chiqadi, chunki 8 ta mashina ortiladi. 8 ta mashina har bittasiga alohida dokument qilingani uchun ham avtovozlarda boshqa texnikalarga nisbatan qimmatroq chiqadi. Xo'p, birinchi reysimda menga $4000 ga yaqin rasxod chiqqan. Ikkita davlatga viza olganim uchun, srochli bo'lgani uchun, uchinchisi sug'urta olganman. Shunga $1000 ortiqcha rasxod bo'lgan. Keyingi mana xudo xolasa bu reysimda $3000. Endi shu nari berisi ancha nisbatan viza olmayman, chunki sug'urta olmayman. Vizalarim bor, sug'urtalarim bor. Nisbatan endi sal qimmat, arzonroq chiqadi. Misol $800, $900, nari borsa $1000. Har reyslarda misol har xil nima ketadi? Rasxod ketadi, chunki yo'l bu. Hech kim misol konkretni ayta olmaydi shuncha rasxod ketishini. Xo'p, video foydali bo'lgan bo'lsa, Furachi bola va Ravon Karvon profillariga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana qo'shimcha savolinglar bo'lsa, bemalol yozib qo'ysanglar kommentariyaga, xudo xolasa keyingi videolarda albatta javob berib o'taman. Hammaga rahmat. Bu videoni maksimal hamma katta tomosha qiladigan shu programga yuborib qo'yamiz.